Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorimizda yaxshi lokatsiyadan, yaxshi ko'chadan tayyor yer uchastki bo'ladi. Ko'rib turganingiz orqamdagi uchastki, ko'rganingizdek fasadi 20 metr bo'ladi, orqaga qarab 40 metr bo'ladi. Umumiy yer maydoni 8 sotkga teng. Dokumentlardan hech qanday muammo yo'q. Promoy atlaringizga o'tadi. Narx ham unday qimmat emas. Egalaridan kelishsanglar, yaxshi narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Salmon ustidan shunda bir ko'pir qo'yilgan, turba tashalgan yaxshi edi. Egalari joyida bir Tashkentskiy planda salaman deb 8 sotka yer maydonidan общий hammasini ko'mdirib, o'rnini kutartirib, trambovka qilib 4-5 marta sug'arib, zakonit tayyor etib qo'yibdilar. Qurilish uchun tayyor. Bu yerimizda vodoprovod, svetdan muammo yo'q, endi gaz yo'q. Sovuqlik bilan kelib ham bo'ladi. Ko'chasi yaxshi, keng, ko'rib turganingizdek. Orqa taraflari ochiqlik. Chorvachilik qilaman desanglar ham, mol qo'y boqaman desanglar ham yaxshi. Orqasida zikash bor ko'rganingizdek. Bu yerni o'zi ko'tarishidan biroz pul ketgan ekan. 100% hammasini ko'tartirib, zo'r etib taxlaganlar, trambovka qilganlar. Lokatsiyasi yaxshi yerda. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri. Yo'q, Bo'ston shahri emas, Ellikqal'a ofisida joylashgan bo'ladi. Orientir tushuntiradigan bo'lsam, Bo'stonning ichidan shuna kelganingizda garaj tarafdan chapga burilasizlar, chapga burganingizda 40 qavatga chiqib ketish ko'chasi bor, Qushxona tarafga. Shu ko'chaning yuzida joylashgan bo'ladi. Azroq yursanglar, shunda o'ng qo'lingizda o'zi bir dona uchastka bor, 100% ham yeri ko'tarilgan.